alaykum Siroj ustida YouTube kanalining kuzatuvchilari. Bugun mana Hunarmandda akalarimiz 1983-yilda tug'ilgan akalarimiz, opalarimiz tomonidan 26 yillik bitiruv oqshomida diydor ko'rishni niyat qilib, diydor istab kelganlar. Albatta bu bitiruv oqshomimiz bomba bo'ladi degan umiddamiz. Siroj ustida kanalini kuzatib borasiz degan umiddamiz. Siroj ustida kanaliga va akalarimizga, opalarimizga baxt, omad, kelajakda ishlariga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana bugun bizlar 1983-yillarning bitiruv kechasi, 25 yillik bitiruv kechasi bo'lib o'tmoqda. Mana shunday sinfdoshlarimni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bari yosharib, go'zal bo'lib ketgan. Bularga o'tgan 21-mart bahoriy yosharish bayrami bilan chin qalbimdan bularga tabriklayman. Bu bayramlarda, bu yubileylarda ko'plarini ko'rib yuraylik. Tengdoshlar, mana bugun tug'ilgan sinfdoshlarimiz bilan 26 yillik nishonlab o'tmoqdamiz. Albatta bu kechani tashkillashtirgan tashkilotchi sinfdoshlarimizga ham, o'rtoqlarimizga ham katta rahmat. O'ylaymanki, bu nimamiz bardavom bo'ladi. Uzoq nishonlab yurish hammamizga nasib bo'lsin. Sinfdoshlarimiz bugun 25 yillikka yig'ilgan ekan. Mana Xudo xolasa, bahor ayyomiga to'g'ri kelib, sinfdoshlarning 25 yilligini tantanali ravishda tabriklayman barini. Oilaviy ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Farzandlarini rohatini ko'rib, hammasi sog' salomat bo'lsin. Bugun 83-yil bolalarning yubiley ekan. Bolalarda sinfdoshlarimiz, do'stlarimiz hammasini tabriklaymiz. Kelgusi ishlariga baxt, omad tilaymiz. Sog' salomat bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli sinfdoshlar. Mana bugun bizning 25 yilligimiz. Navro'z bayramlar bilan hamma tabriklayman. Sog'lik, yaxshi o'tadigan umiddaman. Hammalarni tabriklayman. Nima deymiz, bu sinfdoshimizga gapiga qo'shilamiz. Hammamiz bundan ko'payib, bunday o'tirishlarni ko'p qilib hamma sinfdoshlarimizga, ishlariga, oilalariga, hammasiga baxt, saodat tilaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, barchangizga assalomu alaykum. Siz Siroj kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun Qashqadaryo Qamashi Qorabog' ilidagi Qovchul qishlog'ida 1983-yillar 25 yillik, 26-25 yillik desak ham adashmaymiz. Bugun o'zimizning Qashqadaryo Qamashi Hunarmandimizda o'zimizni rais buva ilk yozgani. Avvalambor assalomu alaykum Siroj ustida YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanimizning Qovchul o'lkasida 1983-yilda tug'ilgan akalarimizni, opalarimizni 25 yillik bitiruv oqshomida diydor ko'rishib turibmiz. Albatta diydordoshlarimizga, qadrdonlarimizga qolaversa, mana shu Siroj ustida YouTube kanalini kuzatayotgan barcha yurtdoshlarimizni Navro'z olam bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Barchalaringiz ishlaringizga omad, baxt tilayman. Sinfdoshlarga, qadrdonlarga, barchalarning ishlariga katta ulkan zafarlar tilab qolaman. Hammamizga bayram qutlug' bo'lsin. Navro'z olami muborak bo'lsin. O'zimizning ko'zga ko'rinib kelayotgan raislardan bittasi. Va keyingisi hofizimiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Qovchul elimizda akalarimizni, opalarimizni 1983-yilda tug'ilgan akalarimizni, opalarimizni ajoyib oqshom bo'lyapti. 25 yillik. Mana shu akalarimizni, opalarimizni har doim yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Do'stliklari abadiy bo'lishini Allohdan so'raymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. O'zimizning ustozlarimiz, akalarni qo'l ko'tarib qo'ying, kamsiz bo'ling. Rahmat. Bayramni yaxshi o'tkazamiz. Bugun 22-mart 2026-yil. Kecha o'tib ketgan Navro'zni hammani tabriklaymiz va o'zimiz gulovni ustozimiz. Operator yigit. Yillik bo'lsa ham nega tushirib yuribsiz, ha? Rahmat. Bayramni yaxshi kayfiyatda o'tkazamiz. Salom, hurmatdamiz. Hurmatli tomoshabinlar, endi bayramni mazza tomosha qilasiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Qashqadaryomiz Qamashimizda 1983-yillar, ha? 25 yil, 26 yil shu atrof. Bayramlar muborak bo'lsin, sinfdoshlar. 83larga nima deymiz? O'zbekiston bo'yicha ko'radi bo'ladi. Omad, ha? Bayramni yaxshi o'tkazamiz, qarsak qilib boshlaymiz endi, ha? 1983-yilda tug'ilgan akalarimizga, opalarimizga omad tilaymiz. Bayramimizni ko'tarinki kayfiyatda boshlaymiz. Marhamat qilib davramizga qadrdonlarimizni, sinfdoshlarimizni lutfan taklif qilib qolamiz.
yo'limni, sizlari tutmang qo'limni, gullari to'smang yo'limni, sizlari tutmang qo'limni. Sohib jamol bir go'zal yo'limda intizormish. Sohib jamol bir go'zal yo'limda intizormish. İntizarmış, sarmış, yolunda intizarmış. İntizarmış, sarmış, yolunda intizarmış. Peshvoz chiqib qoshimga, kiygizaydi boshimga. Peshvoz chiqib qoshimga, kiygizaydi boshimga. Tikib gullar to'ksin, yo'limda intizormish. Tikib dildor to'ksin, yo'limda intizormish. İntizarmış, sarmış, yo'limda intizormish. İntizarmış, sarmış, yolunda intizarmış. bölgesinde 1983 yılda doğuyan Kadırmalar Kadırlar Akademilerimiz olur. Açıklı feyizli 25 yıllık bütün oşağında aziz Kadırmalar Kadırlar yine deydiği görüştürgenimizde başımız görüp gitti. Halbuki geçen maktabga borib, mana shunday chiroyli unutilmas oqshomlarni qilishga yordamlarimizga, qadrdonlarimizga bugungi kunga kelib esa mana shunday ajoyib orzularga erishmoqdek ajoyib vaqtga muyassar bo'lib turgan diydorlashlarimizga bugungi feyzi oqshom go'zal shodiyona muborak bo'lsin deb qolman. Qadrli qadrdonlar, aziz sinfdosh do'stlar, bugungi mana shunday feyzi oqshomingiz qadrli mana shunday chiroyli unutilmas kechalaringiz yanada bardavom bo'lishini, yanada bardavom bo'lishini yaratganiga Parvardigor olamdan so'rab qolar ekanman. Mana shunday feyzi dorimizni sizlarning do'stlaringiz bilan ko'tarinki kayfiyatda davom ettirib borishingizga umid qilaman.
endi bemalol tashkilotchilar tomonidan go'zal munosabatlarimiz yozilgan albatta. Dastur holarimizga bemalol tomonidan bo'lish keragingiz mumkin. Ana undan keyin esa chiroyli fayzli yo'limizni yanada ko'tarinki kayfiyatimizga o'tamiz. Hozir esa sizlarga xush kayfiyat, ko'tarinki kayfiyat tilagan holda el ardog'ida yurgan muhabbatning otashli kuychisi. San'atkor do'stimiz Mirjo boshchiligida shunday go'zal kechani men umrini ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. qadrdonlar, aziz davradoshlar, bugun diydori sizlar va shunday feyzli koshonaga, ajoyib davramizga, sinfdoshlar davrasiga qadam ranjida qilib turgan qadrdonlarimizdan chiroyli tilaklarni, ajoyib misvollarni tinglab tomosha qilmoqni niyat qilganmiz va albatta mana shunday chiroyli feyzli davramizning tashkilotchilaridan chiroyli tilaklarni tinglab tomosha qilamiz degan umiddamiz. Davramizga Yildiroz qarsaylar sadosi ostida Sharofiddinjon akamiz Darmonov hamda Muxoyirxon opamiz Haydarovani taklif qilib qolamiz. Chiroyli tilaklarni do'stlar tinglab qolamiz. Boqi kerak niholdan o'zimga do'st istadim, insonlarga qo'shilib so'zimga do'st istadim. Ko'pchilik tuproq meni tirlashga chaqirsa, orqamdan izlab borar, izimga do'st istadim. Do'stlar uchun chiroyli tilaklarni Sharofiddinjon akamizdan hamda Muxoyirxon opamizdan tinglab tomosha qilamiz-da, ana undan keyin esa chiroyli davramizni davom ettiramiz. Keling, Muxoyirxon opa davramizga chiroyli tilaklarni tinglab qolamiz. Qolaversa, sinfdoshlarning talablariga binoan 4 kishidan chiroyli tilaklarni tinglamoqni niyat qilganmiz. Kim gapga ustaroq, kim so'zga ustaroq, kimning izvariyasi kattaroq, kimdan tilak tinglaymiz, kimga quloq solgaymiz. Bugungi chiroyli tilaklarni endi davramiz markaziga Shavkat aka Boboyev hamda Sabohatxon opamiz ergashmalardan tinglab tomosha qilamiz. Marhamat. Keling, shunisi oliy toifali tinglovlardan chiroyli tilaklarni tinglab. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Sizlarga mana shu bugungi 25 yillik bayramni tabriklayman. Hamda o'tib ketgan Ro'za sayin Navro'z bayramini tabriklayman. Chin qalbimdan oilab tomonidan hammalaringizni mana shunday bayramlarga hamisha yetkazsin. Mana shunday o'tirishimiz ko'p bo'lsin. Mana shunday o'tirishimizning sababchilari avvalambor meni sinfdoshlarim, do'stlarim. Sizlar meni qavotimda bo'lib, mana shunday birgalikda hammamiz hamjihatlik bilan harakat qilsak, har kuni bayram bizlar uchun. Sinfdoshlarim omon bo'lsin. Rahmat, Sharofiddinjon aka, mana chiroyli Yildiroz qarsaylar sizni chiroyli tilaklaringiz uchun bo'ldi. Ana endi bitta shartimiz bor.
savollardan bitta tortib olasiz. Savol tanlash ixtiyoriy, savolni shartini bajarish esa majburiy ekanlar albatta. Unga qadar esa Shavkatjon akamizdan tinglaymiz. Sinfdoshlarim, tashkilotchilar, mana bugun yaxshi kunda o'tiribmiz. 25 yillik tadbirimiz. Avvalo yaxshi bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, doim yaxshi kunlarda ishlaylik bo'laylik. Men bitta narsani tilayman, yana shu 25 yil qursa 50 yillik bo'ladi. 50 yilda Xudo bizga nasib qilsin, shu xatlarimizdan hech kimni xato qilmay kutib olish, 50 yillik yilda mana shu 25 yillikda nishonlaganimizni eslab o'tirib turish hammamizga nasib qilsin. Hamma xonadonlar yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. To'ylarda bosh-bosh bo'lib o'tirib xizmatda turish hammamizga nasib qilsin. Avvalo tashkilotchilarga katta rahmat aytaman. Hamma sog' bo'lsin. Rahmat. Shavkatjon akamiz chiroyli tilagini uchun tashakkur deb qolamiz. Marhamat, savollarni tanlaysiz. Savol tanlash ana aytganimizdek ixtiyoriy, bajarish esa majburiy ekanlar. Sharofiddinjon akamizga oddiygina savol chiqdi. Oilada nechinchi farzand bo'lgansiz dedilar? Ikkinchi farzand. Rahmat, tashakkur. Rahmat. Ilohim baxti kamolingizni ko'rib yurishlik ajoyib baxtga bersa bo'lsa oila a'zolaringiz. Ustozimizdan ustozga tayyor olishni deyman-da. Xotira mashqidan savollar tushdi. Ustoz qarang, ataylar qilganday bo'libdi endi. Men hozir sizga 6 ta sonni aytaman. Siz o'sha sonlarni birdan meni izimdan qaytarib aytishingiz kerak bo'ladi, faqat o'rinlarni almashtirmasdan. Tayyormisiz? Boshladik endi. 52 93 68 26 37 43 93 68 37 oxir 42 idi. Bitta oldinsini sirman. 43 bor. 15 deydi. Rahmat, tashakkur. Faqatgina oxirgi son 42 emas, 43 edi. 26 son topolmadingiz. Bittagina narsalar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Chiroyli tilaklarni ustozimiz Ergash va Sabohat Qur'onimizdan tinglab qolamiz. Keling. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, do'stlar. Bugun chiroyli davrada o'tiribmiz, albatta 25 yillik, 26 yillikda. Juda xursandmiz, tashkilotchilarga katta rahmat. Davramizda chiroyli tashkil qilishdi. Hammani uzoqdan kelib ko'rishmagan birodarlar bilan ko'rishdik. Hammaga sog'lik, salomatlik. Qolaversa, mana shunday yig'ilishimiz bardavom etsin. Hammaga sog'lik deyman, ishiga omad. O'tirishimiz o'rnimizga qolmasin. Mana shu davramiz hamisha chiroyli o'tirsin qizlarning. Rahmat. Rahmat ustoz. Qochib qolish yo'q, marhamat savollarni tanlaymiz. Muxoyyaxon opamizni davramizga taklif qilamiz. Davramizdan qochib qolishga usullar allaqachon, lekin kelmasalar qo'ymaymiz. Muxoyyaxon opa keling marhamat. Keling Muxoyyaxon opa. Oshxonalar muborak bo'lsin, chiroyli mana shu o'tirmas. Do'stlar diydori hamisha bardavom bo'lishiga tilakdoshiman. Davramizdan qochib ketishga ruxsat bermaymiz. Hozir esa ustozimizga chiroyli savol tushdi. Bitta sinfda nechta o'quvchi o'qiyapsiz degan. 24 deydi, To'g'rimi sinfdoshlar? Chiroyli biroz masalasiz chiroyli. Javoblaringiz shu bo'ldi. Davramizdan ketib qolishi hali ruxsat yo'q. Ustoz keling davramizga. Mana endi Muxoyyaxon opamizdan chiroyli tilaklar tinglaymiz.
hamma farzandlarimiz boshiga hamisha savob bo'lib, sinfdoshlar hamisha shunday yig'ilishib turaylik. Hammaga sog'lik. Rahmat. Chiroyli biroz xarsiyalaringizni go'zallaganingiz uchun bo'ldi. Hali endi marhamat savollarimni olasiz. Savol tanlash ixtiyoriy, javob berish majburiy ekan. Sharof aka keling. Sharof aka, davramizga taklif qilamiz. Sizga ham xotira mashqidan savollar tushibdi. 6 ta sonni aytaman. O'sha son qaytarib aytishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz boshladik. 47 63 56 27 73 19. To'g'ri olamiz albatta. Chunki ayollar erini plastik kartasini raqamini yollab olib, yollab olib kechasi bilan o'ynatsa ham aytib beradi. O'qo'yan xonimamiz ham savolimizga qoniqarli javob berdilar. Ana endi bitta to'rtalangizga katta shartimiz bor. Mirjalol Onajoning go'zal kuy qo'shiqlariga bir jumashunlik o'ynaverasizlar. Davramizni ko'tarinki kayfiyatda davom ettiramiz. Ana undan keyin esa barcha qadri baland, qadrdon sinfdoshlarni birgalikda o'yingohimizga taklif qilamiz. Marhamat Mirjaloljon. Sharof akam boyna hindcha so'radi, hindcha.
chaqirib olaman. Qo'llashlar gaplarimiz, tutashlar qalblarimiz. Kelsang edi bag'ringga bir bossang edi yor, ushlashadi lablarimiz. O'zimni xohlatib qo'ymayman. Dunyo bunchalar bevafo, 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 dunyo dunyo. Savollarni bildirib olishlik uchun taklif qilib qolamiz. Eng chiroyli tilaklarni, ajoyib dil savollarni marhamat qilib Sirojjon akamiz jumi, Nodirjon akamizdan qolaversa, Gulnosxon opamiz hamda Xushidaxon opalarimizdan tinglab tomoshalarimizni yana kutamiz. Kesinda ular hammasi kesin mana bu. Yonimda tursin qani. Kenglik yonimda bilan hurmatli sinfdoshlar. Hammalaringizni mana shu muborak yig'ilib o'tirishganimizdan tabriklayman. Xursandchiligimiz abadiy bo'lsin. Hamisha nasib qilmaydi. Xudo xolasa bunday yaxshi kunlarda birga bo'lib, bunday xursandchilik qilib yig'ilib o'tirish nasib qilsin o'g'aylar. Mana yoshimiz ham turishga ketdik-da. Yana kim biladi endi Xudo endi nasib qilgan yoshda yashaymiz o'g'aylar. Endi birga bo'lib bunday bir yaxshi kunda o'tirish nasib qilsin hammamizga o'g'aylar. Rahmat kelganlaringiz uchun avval hammalarni tabriklayman. 26 yillik bilan nasibdan keyin 50 yil, 100 yilliklarni nishonlaylik. Rahmat. Rahmat chiroyli tilaklar uchun Nodirjon akamizdan tinglaymiz tilaklarni. Hammalaringizni 25 yillik bilan tabriklayman. Xudo xolasa 30 yilga tilaylik mashhur bo'lsin. Mashhur tashkil qilganlarga hammasiga katta rahmat. Chiroyli qarsaklar, go'zal tilaklar uchun bo'ldi. Marhamat Xushidaxon opamizdan o'zligimning latofatli ayollaridan chiroyli tilaklarni tinglab tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Mana bugun o'tirishimizning sababi 25 yillikka yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringiz doim sog' salomat o'ynab kulishlik nasib qilsin. Bundan ham chiroyli yuringizlar. O'tirishimiz bardavom bo'lsin. 25 yil bo'lsa 30 yillik, 35 yillik, 50 yillik, 60 yillik yillarda yig'ilib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlarim. Mana bugun o'tirishimiz sababi 25 yil bo'ldi maktabimizni bitirganiga. Nasib bo'lsa 30 yillik qilaylik, 35 yillik, 40 yillik, 50 yilliklar qilib qatorimizdan xato bo'lmasin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ustozimizga chiroyli tilaklar uchun tashakkur deb qolamiz. Sirojjon akamiz savol tortdilar. Savollariga shunday savol tushgan ekanki, oilangizda necha kishisiz? Ismlarini aytib bering degan. Oilamda 5 kishimiz. 3 farzandim bor. Katta qizim Kamola, katta o'g'lim Sabriddin, keyingisi Kamronbek. Rahmat. Farzandlaringiz baxtligiz. Sizni baxtingizga farzandlaringiz omon bo'lsin. Oilangizni hamisha ustuni bo'lavering. Bitta chiroyli qarsaklar Sirojjon akamiz uchun. Rahmat, rahmat. Qoniqarli bo'ldimi? Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Ismini va tug'ilgan sanasini bilasizmi degan.
vaqtingizga omon bo'lsin. Hammasini vaqtiga siz omon bo'ling. Mana shunday chiroyli do'stlar davrasi, go'zal davralar bardavom bo'lsin deb qolaman. Bemalol joylaringizni egallab olishingiz mumkin. Mana endi Nodirjon akamizni chiroyli savollarni o'qib eshitiraman. Qaysi oyda 28-sana borligi? To'ppa-to'g'ri savolimizga javob qanaqarda bo'ldi? Mana shunday chiroyli savollarni, go'zal tilaklarni armag'on aylamoqligi uchun davramizga chiroyli tilaklarni bardavom qilib qolamiz. Mana shunday chiroyli tilaklarni tinglamoqligi uchun davramizga mamnuniyat ila qolaversa, lutfan talablarga binoan O'roljon akamiz Shodiyevni hamda Davronjon akamizni qolaversa, mana shunday o'zligimning ladofatli ayollardan Go'zalxon opamizni hamda Go'zalxon opamizga nafarni ya'ni Shirin Tulib esa keling O'roljon aka. Opamizni qolaversa Navbahorxon opamizni davramizga chorlab qolaman. Chiroyli tilaklarni tinglab tomosha qilamiz degan umiddaman. Keling marhamat, davramizsiz aziz qadrdonlarga, qadri baland insonlarga muntazir. Daryodek chayqalib daryodik toshib, to'fondek to'xtamay umr o'tkazdik. İzzat ilinjida mansab talashib umr o'tkazdik. Topganimiz go'zal qizlar nigohi qilay bo'lsin, oqshomlar bardavom bo'lsin. Marhamat, chiroyli tilaklar. Mana Navro'z bayramini tabriklab, shunga yaxshi niyatiga yetsin, niyat bildirganlarga niyatiga qo'shilib, hammaga sog'lik, salomatlik, mana 26-yigimiz bo'layotgan munosabatlar 100-yillarni kirib, hamisha shunday bo'laydi. Rahmat, mana shu chiroyli biroz qarsanglar sizning go'zal tilaklaringiz uchun bo'ldi. Tilaklarni bardavom qilib Davronjon akamizdan tinglab qolamiz. Assalomu alaykum aziz va qadrdon sinfdoshlar. Mana bugun 25 yillik, 26 yillik tilakkan akamiz. Avvalambor bu yillarda ko'pini o'tkazaylik. Avvalambor hammamiz qatorlarimizdan hech kim kam bo'lmasin. Nasib bo'lsa mana shu yillarni ko'pini o'tkazaylik. Hammamizni oilaviy baxt tilayman, sog'lik, salomatlik bo'lsa, nasib qilsa hamma yillarni o'tkazish nasib qilsin bizlarga. Doim mana shu oilaviy baxt tilayman sizlarga, mana shunday ochilib yurgan qizlar, yigitlar doim sizlarga omad, mana shunday tug'ilgan kunlarni ko'pini, mana shunday o'tirishlarimiz ko'pini ko'p o'tkazib yuraylik. Doim to'ylar, bayramlarda qatorlarimizdan qator bo'lmaymasin. Rahmat, chiroyli tilaklar uchun tilaklari javobiy bo'lsin. Marhamat, savollarni olamiz. Bemalol tanlab olishingiz mumkin. Sizlar savol topganlaringizga qadar esa Oching va Zilo'lixon opamizni hamda Xidir va Layloxon opalarimizni davramizga taklif qilib qo'ygan 5 ta mevani nomini aytib bering degan. O harfi O. O ismli ana mevalarni daraxtlar deydi. Olxo'ri, olma, olcha, olib oladigan narsa ham Xitoylarda banani zarralini olib oladi deydi-da. Olib olib 4 ta bo'ldimi? Keyin qimmat narsa olxo'ri degan bo'ladi. O'zimizda bizda lekin boshqa davlatlarda esa ovislar degan ana meva ham bor zo'r yeydi uni. Oy. Aytdim, menimcha hammasini aytdim. Rahmat. Tashakkur. O'roljon aka, shunday savol tushibki, murakkab savol lekin. Sinfingizdan birinchi muhabbatingizni ismini bilasizmi? Bu g'alati sevgan, meni oilaviy
Ural aka, savolni men o'qidim. Hayajon sizdan ko'ra qizlarni ko'proq vositida. Meni aytamikan deb hozir ko'plarni qarab turuvdi. Lekin ayta olmadingiz. Mayli, savol javobi qoniqarsiz. Siz shunday o'yin tashkillashtirib berasiz hozir. 1 minut davramizni kutib turasiz. Mana go'zal latofatli ayollarimizdan chiroyli tilaklarni tinglaymiz. Yana siz bilan savolimizga javob izlaymiz. Keling Layloxon opa. Hammaga omad, sog'lik, baxt tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli Rahmat, Layloxon opa. Marhamat, savollarni tortasiz. Faqat bitta savol olamiz. O'qib qaynarib qo'yish yo'q. Xorazmcha qo'shiqqa o'ynayverasiz. Qo'llab qo'yamizmi sinfdoshlar? Rahmat. Layloxon opamizga savolni tayyorlab tashlab ketdilar. Men o'sha savolni ko'rib qoldim. Borib o'qib beraman. Qanoti bor uchmaydi, ko'zi bor ko'rmaydi, bu nima degan? Qanoti bor uchmaydi, ko'zi bor ko'rmaydi. Baliq, to'g'rimi? Biz qarsaklarni qarsaklar qo'yamiz. Bemalol joylaringizga o'tirib olishingiz mumkin. Ziloraxon opamizni hamda O'roljon akamizni davramizni tark etmasliklarini iltimos qilib qolamiz. Davramizga mana 4 ta o'zingiz xohlagan sinfdosh do'stlardan, yigitlardan chorlab berasiz. 4 ta qiz bolalardan chorlab berasiz. She'ribon o'yinni o'tkazib olamiz. Davramizda sharoitimiz bor. Bitta yoshlikni eslaymiz. Marhamat, O'rol aka, do'stlardan kim chiqsin? Zilola opa, siz qizlardan chaqirib berasiz. Davramizni tashkilotchi Sharof aka 7 ta stul. 4 ta qiz chiqdi. Mirjaloljon sho'x-sho'x qo'shiqlardan qo'yadi. Davrani aylanib sho'x-sho'x o'ynaymiz. Zilola opa boshlab beradi. Ana endi muzika tugashi bilan bitta stolga egalik qilgan ishtirokchi o'yinimizda qoladi. Stolga o'tira olmay qolgan ishtirokchi bitta stolni olib, davramizni tark etib qo'yadi. Qolganlar esa gulduros qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Mirjaloljon, tayyor bo'lsangiz, o'yinni boshladik marhamat. Sho'x-sho'x o'ynaymiz, sho'x-sho'x. Qo'llab-quvvatlab
so'lovchi binnasiz. Xafa bo'lish bo'lmasin. Hadi oğlum ya, aşağı oynayalım biz. Yaşlarımız işlerine olmak dileriz. Hocam, akliyelim. Rahmat. Rüstem akamizga minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Raqslar bilan albatta. Şöyle bahsedenler, konuklarımız, sınırdaşlar, kadınlarlar, barak kişilerden bekliyoruz. Şöyle koşularla devam ettirelim olamız marhaba. Şu seferge o'tmay qoldi aka xudolingiz. Tashqariga chiqib ketamiz. Chiroyli qarsalar bilan qo'llab turamiz. Qadrdonlar. Hali endi o'yinimiz qizigan sari qizib boradi marhamat. Qo'llab turamiz qarsaylar bosin sizni. Bayram tamam benim. Mana endi Nodir aka stolni uzoqroq aylanamiz. Sho'x-sho'x o'ynaymiz.
Sinfdoshlar qarang, qanday qo'llab-quvvatlab turibdi, chiroyli iltimos davomli qarsaklar bilan. O'sha kelishni o'yin ko'rsatamiz. Marhaba. Chempionlar. Nodir aka, nima deb o'ylaysiz? Shu shartimizda kim yutadi? Qani vaqt ko'rsatadi, chiroyli o'yinlar bilan davom ettiramiz. Qadrli qadrdonlar, aziz davradoshlar, davramizni davom ettirgan holda mukofotli ayollaridan Adolatxon opamizni taklif qilamiz. Keling opajon. Adolatxon opamizni davramizga chorlab qolamiz. Javli va Charosxon opamizni taklif qilamiz davramizga. Charos opa, keling marhamat. Chiroyli tilaklarni, ajoyib isvorlarni qadrdonlar nomiga, do'stlar nomiga mana shunday chiroyli davrani tashkillashtirgan tashkilotchilar sha'niga teglab
tomosha qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana bugun 25 yilligimizni nishonlayotgan ekanmiz. Bu bilan hammalarini tabriklayman. Bundan keyingi 30 yillik, 35 yilliklar ham bardavom bo'lsin. Kelolmagan do'stlarimizning nomidan ham hammalarini tabriklayman. Chetdagi do'stlar nomidan bardavom bo'lsin ishlaringiz, hammalaring sog' salomat bo'linglar. YouTube kanaliga mutagamlik Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qovchin mahalla fuqarolar yig'ini Qovchin qishlog'i 47-o'rta umumiy ta'lim maktabini 2000-yili bitirgan 1983-yilda tug'ilgan bolalarga omad tilaymiz. Bundan keyin ham ishlari hammalaringga ishlaringga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. To'ylar qilinglar, yaxshi kunlar bo'lsin hammada. Bitta she'r ham aytib berayman. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, yuzlariga ajin tushsin, dog' tushsin. Har kimni ham quvvat ketib belidan, qo'llariga aso bir tayoq tushsin. Iymoni sof yuzga kirib yorug' yuz, to'ylar qilib yo'lkasidan tog' tushsin va so'nggi safar oldidan o'z bolasi qo'lidan tuproq tushsin. Rahmat aytsin. Ana endi chiroyli tilaklarni tingladik. Marhamat, savollarni tortasizlar. Unga qadar esa ustozimiz Javlonjon Normurodovning oilasidan chiroyli tilaklarni yoki bo'lmasa bir juft ashirlarni tinglab qolamiz. Marhamat. Mana bugun 25 yillik kechimizda o'tirar ekanmiz. Hammalaringizga omad, baxt tilayman. Kelajakda omadlaringiz bo'lsin. Mana bugun 25 yilligimiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Bundan keyin nasib bo'lsa, yaxshi omad bo'lib kelsin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik tilayman. Rahmat, chiroyli tilaklar uchun tashakkur. Ana endi marhamat qilib savollarni taqdim etamiz. Savollardan Mansur aka bering savolni. Siz yoqtirmagan ustozingiz kim? Maktab davriga qaytamiz. Yoqtirmagan ustozingiz. Marhamat. Uzr, yoqtirgan ekan. Yoqtirgan ustozingiz ekan. Rahmat. Hop keling opajon. Savollarni o'qiymiz. Hop keling opajon. Savollarni. Qarang, 10-aprelda qaysi sinfdoshingizni tug'ilgan kuni degan. 10-aprelda qaysi sinfdoshingizni tug'ilgan kuni. Savol tushunarlimi? Marhamat. Sharof aka to'g'rimi? 10-aprelda tug'ilgan kun. Rahmat. 26 yil bo'lgan bo'lsa, sinfdoshlar vaqtingizga omon bo'lsin. Keyingi savolga quloq osamiz. Svetitel o'rtog'ingiz kim? Uni tug'ilgan sanasini bilasizmi? Davramizdan ko'plab yordam olgan bo'lsangiz ham savolimizga qoniqarli javob bering. Bittaga biroz qarsaylar bilan
Sinfdoshlarimizni joy-joyiga kuzatib qo'yamiz. Azim akamizning savoli qiziqarli. Beshta eng chiroyli sinfdoshingizni topib bering degan. Siz o'ylab turibsizki, hozir Nosirjondan mikrofonni olaman, palonchayni, pistonchayni deb aytib qo'yaman deyman. Yo'q, bunday emas, adashasiz. Keling, marhamat. Bizga Obayjon akamiz. Obayjon akamiz yaqindan yordam beradi, olib keling ro'molni. Lazzaka Maratov. Yo'q, siz savolni tushunmadingiz faqatgina. Savol qora javob berishingiz uchun esa mana bizga Salomjon akamiz yaqindan yordam beradi. Sizni ko'zingiz yumilgan holda 5 ta sinfdoshingizni topib berasiz. Eng chiroylilarini tanlab albatta. Marhamat. Ko'zini chiroyli qilib bog'laysiz. Mirjaloljon shu ashulalardan qo'yib turadi. Lazzaka marhamat. Chaqqon harakat qilamiz. Chaqqon. Azim aka, nimani ko'ryapsiz? Ko'rganingiz-da, shoshilmay turamiz. Rahmat Mirjaloljon. Hozir Azim akamni xiyollari buzilib turibdi-da. Azim aka, nima deb o'ylaysiz? Bu sinfdoshlar qiz bolami yoki o'g'il bola? O'g'il bola. Beshalasi hammi? Yo'q, hozir quchoqlaganim o'g'il bola. Yo'q. Yana quchoqlaydiganlaringiz o'g'il bolami, qiz bolami? Ikkisida zochkasi ham bor-da. Zochkasini ham ishlab ko'rdim. Bu men bo'laman lekin. Bu men. Shuni topishim kerakmi hozirgi? Ha, hozirgi bolani topib beringchi. Og'zidan aroq hidi kelmadi. Istasida zochkasi bor edi. Kecha biz bilan Navro'z bayramida juma bo'lib solib zochka oluvdi-da. Yo'q, topolmadingiz lekin. Semizgina edi bu. Kim bo'lishi mumkin? Bo'lmasa askar. Askar ariq-ku. Yo'q, bunday pastga keldi-da. Askar bo'y pastdan kelganda u. Davom etamiz. Qaysi men bumi? Birinchi quchoqlaganim. Semizgina edi, sochlari kattagina edi. Chetdan yordamlar bo'lmasin, iltimos. Hammayni bir marta yordam olasiz. Sharaf. Mana sinfdoshlar topib turibdi, chiroyli ildiroz qarsaylar bilan bitta sinfdoshingizni topdingiz. Marhamat, keyingisiga harakat qilamiz. Yana 4 tasi turibdi oldinda. Sharaf zo'chga chaynamaydi-ku. Orga ham lekin. Ha. O'zim oshnamdan bu amakim bo'ladi. Ildiroz qarsaylar bilan qo'llab turamiz. Azimjon akam 3-ishtirokchi tomon bormoqda. Marhamat. To'ppa to'g'ri to'g'ri
Rüşvetten görüntü borarlar. Aslanmaz, nodirmiz, nodir kuylay boradi. Lekin semizchada bu endi. Arif bor, o'bay kelsa taniyman birdan. Ha? Salgina sviteri bor. Ya sviterda. To'g'ri topyapsiz. Faqat ismini aytishingiz kerak. Bunga yordam qilmadingiz albatta. Yordam qiladi. Uzoqdan yordam qilsin, uzoqdan biz tegizsin. Eshitgan bo'lsangiz uzoqdan yordam qildi Mansur aka. Nima dedi? Ismini aytdi-ku endi. Kerak emas, uzoqdan masalan. Kaganoshdan keyin ekan. Cumhuriyet Mansur. Siroj. Aha. Siroj aka edi haqiqatan ham. Ana endi so'nggi ishtirokchimizga, ya'ni 5-ishtirokchimizga tomon marhamat chiroyli qarsaklar bilan qoldirib turamiz, qadrdonlar sinfdoshlar. O'zi siymoqda kichkinagina xodimchasi bor-da. Shavkat To'bayev tasdiqladi. Shavkat To'bayev tasdiqlagan chegaralar. Bo'lmasa Shavkat To'bayev bor. Ya bo'lmasa Azmet. To'g'ri topdingiz. Talablarga binoan bitta ishtirokchi yana qo'shilayotganiga rozi bo'lsangiz, Men qiz bola bo'lsa kelsin. borlar qiz bolalardan talabgorlar. Yo'q. Hali ishtirokchimiz tayyor turibdi. O'kish emas. Keling, marhamat. 6-ishtirokchimizni yo'q, endi. Mana 6-ishtirokchimiz yoningizga qadam ranjida qildi. Nima deysiz azmaga? Bizdagi sirlarda sviter desam, sviterga o'xshamayapti. Yo'lak deyapman-da. Men yordam qila olmayli. Ustidagi haqiqatdan ham ko'ylak edi, lekin Nodir aka emas. Ustida ko'ylak bo'lsa, kostyumini yechgan bo'lsa bo'lmaydi. Mansur akamiz shartdan chiqmaydi. O'tdilar albatta. Bemalol ro'molni yechishi mumkin. Tagildiroz qarsaklarni Azimjon akamiz tomon qarsilab turasizlar. Sinfdoshlarni, qadrdonlarni, barchalarni hali ham unutmabdilar. Bemalol ko'zni bog'lagan bo'lsa to'g'ri. Ana endi davramizni mana shunday ko'tarinki davom ettiramiz. Davramizga Maratjon akamizni taklif qilib qolamiz. Chiroyli tilaklarni, ajoyib tilakdoshiman. Chiroyli tilaklarni armon aylaysiz. Sinfdoshlar sog'lik, nima niyatlari ketsin. Ishimiz ko'p bo'lur. Aha, chiroyli qarsaklarni qarsillatib qo'yamiz. Husan aka keling marhamat. Qadrdonlarga, do'stlarga, sinfdoshlarga
O'ylaymanki, eng chiroyli tilaklarni, eng go'zal tilaklarni armon eylaysiz. Marhamat. Rahmat Raisbop. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Sinfdoshlarning hammasiga o'qish yo'lishlariga omad tilayman. Kelgusi ishlari hamma zo'r bo'lsin. Xudo xolasa mashina o'tirishlarimiz ko'p bo'laversin. Rahmat Raisbop. Rahmat. G'idros qarsalarni qarsilab qo'yamiz. Sayyoroma Nasib opa keling marhamat. Davramiz sizlarga, siz aziz qadri baland qadrdonlariga muntasir albatta. Eng chiroyli tilaklarni tinglaymiz. Sayyoroma Nasib opa keling marhamat. Marhamat, savollarni topshiramiz. Savollardan bemalol foydalana olamiz. Sayyoromamiz Nasib xonimamiz kelganlariga qadar esa chiroyli savollarni o'qib javob berib turasizga umiddamiz. Husanjon bizda shunday savol tushdiki, qaysi oyda odamlar eng kam uxlaydi? Fevralda eng kam qo'yadi. To'g'ri javoblar uchun mutaxassislarni maslahat qo'yamiz sinfdoshlar. Marataga savol tushdimi? Xotiramashdi. Marat akamizga keling, Marat aka yaqinroq kela olasiz. 5 ta sonni aytaman. Savol tushunarli Marat aka, tayyormisiz? Unda boshladik. 52 93 68 26 37 43 52 93 43 26 37 42 Qarang, sharlamasdan to'g'ri javob berdilar. O'rtaga biroz qarsalarni qarsillatib qo'yamiz. Keling, Sayropa. Sizga shunday savol tushdi. Qarang, e'tibor berasiz. Ertalab 4 ta oyoq, tushda 2 ta oyoq, kechqurun 3 ta oyoq bilan yuradi. Bu kim degan? Odam deyapti, odam. To'g'rimi? To'g'ri javoblar uchun biroz qarsalarni qarsilab qo'yamizda chiroyli tilaklarni Nasiba xonimimizdan tinglaymiz. Maktabdagi pardadoshingiz kim bo'lgan?
Muhayyopa davramizda bormi? Muhayyopa pardadoshimiz sizni. To'g'ri joyga chiqarasiz. Mana joyga o'tirishimiz. Muhayyoxon opalarimizni taklif qilib qolamiz. Xursanoy opamizni. Xursanoy opa keling marhamat. Davramizdan shunday talab tushyaptilarki, Xursanoy opamiz chiroyli tilaklarni davradoshlarga armug'on aylaydi, savolimizdan tartib javob beradi, lekin Fazilatxon opamizga savol yo'q. Nimaga degan qiziqayotganlar bo'lsa, chiroyli ashula aytib beradi deyaptilar. Qarang, sinfdoshlar qo'llab-quvvatlab turibdi, hammaga ma'qul bo'lib turibdi. Hamisha mana shunday do'stlar davrasi kengayversin. Chiroyli tilaklarni tinglaymiz. Tabriklayman. Bilan tabriklayman. Hammalariga sog'-salomat bo'lingizlar. Men sizlar bilan 1 yil o'qiganman, lekin 10 yil o'qiganim bor. Sizlar bilan bilaman. Rahmat, xayrli gaplaringizga. Hammalaringizga sog'lik. Milliliklarga hammamiz kuch-quvvat birga bo'laylik. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Rahmat. Savol. Dunyoning shodligi yig'ilsa butkul, do'stlar davrasidan bo'lolmas ustum deganday, mana bugun sinfdosh do'stlarimizning 25 yillik bitiruv kechasida o'tiradiganmiz. Avvalambor bu sinfdoshlarimizga bunday yubiley kechalarini ko'plarini mana shunday hamjihatlikda o'tirishimizni sababchilari bo'laylik. Ularning ishlariga omad, o'qishlariga, oilaviy ishlariga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Husanay opa shunday savol tushibdi. Mirjaloljon Ne'matovning ashulasiga raqsga tushib bering degan. Ana endi opajonimiz chiroyli ashula aytib beradilar. Ana keyin siz davramizga shu raqsga tushib berasiz. Davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Chiroyli ijrolar uchun tashakkur deb qolamiz. Ana endi mana shunday xursandchilikni davom ettirgan holda Mirjaloljonning go'zal kuyi va qo'shiqlariga barcha sinfdoshlarni, qadrdonlarni davramizga go'zal raqslarga taklif qilib qolamiz. Navbat yana bir bora el sevgan, siz sevgan, biz sevgan san'atkor Mirjaloljon Ahmedovga berib qolamiz. Marhamat. Marhamat. Xorazm azizim.
bakmadım sana, bakmadım sana, bakmadım sana, bakmadım sana, yaralayım sana, yaralayım sana, bıçakla mamara, şıçakla mamara. Saçları kutlasan, kaşları kutlasan, saçları kutlasan, kaşları kutlasan, makamda kalemle, makamda kalemle, yüzleri kutlasan, yüzleri kutlasan. Hayvanım dedim sana, hayvanım dedim sana, hayvanım dedim sana, hayvanım dedim sana, yaralayın sana, yaralayın sana, yaralayın sana, şu takımın bana, yalnız gelin yorayım bana. Yalnız gelin, yorayım bana, yalnız gelin, yorayım bana. Freedom's about the chances, you don't give me a horses. Freedom's about the chances, you don't give me a horses. I don't need for boxes. I don't. Yalnız gelin, yorayım bana. Yalnız gelin, yorayım bana. Yalnız gelin, yorayım bana. Yok demegin seni baktı kırlar uzun uzun. Oh kara kızım, kara kızım, hammadan seni çok seviyorsun uzun. Hey kara kızım, kara kızım, yok demegin seni baktı kırlar uzun uzun. Oh kara kızım, kara kızım, hammadan seni çok seviyorsun uzun. Yeah boy, son.
Labinamızın aylanay, saçlarını yana aylanay. Yanıma gelsen, seni bilsen, canımızın aylanay. Labinamızın aylanay, saçlarını yana aylanay. Yanıma gelsen, seni bilsen, canımızın aylanay. Ey kara kızım, kara kara kızım, yok demeyesin de bak kızım. Oh kara kızım, kara kara kızım, kalmadan seni çok seviyorsun kızım. Kara kara kızım, kara kara kızım, yok demeyesin de bak kızım. Oh kara kızım, kara kara kızım, kalmadan seni çok seviyorsun kızım. Hadi bakalım oğlumuz. Bana bayramlarımızın şarşarını şaşırın. Kanı çakarra. Let's go. Hey. Aşığa. Yigitni ko'ngli kalmasın, kolunda güller solmasın. Dilberim ahmal dilberim, hayalim başka almasın. Yigitni ko'ngli kalmasın, kolunda güller solmasın. Dilberim ahmal dilberim, hayalim başka almasın. Dilber cana, oğlum nasılsın ana kana. Dilber cana, araçların dermanlarına cana. Dilber cana, oğlum nasılsın ana kana. Dilber cana, araçların dermanlarına cana. Gözlerim var yanımda, sen bana hayatım varımda. Ahmet'im var yanımda, yanımda. Gözlerim var yanımda, sen bana hayatım varımda. Bular, hurmatli kuzatuvchilar, bugun yilligimiz chiroyli o'tdi. Video nashrni yakun yasaymiz. 83-yillarga omad tilaymiz. Shu akamiz hurmat uchun kelib o'tiribmiz. Akajon, sinfdoshlaringiz yozgani gapirib qo'ying. Sinfdoshlarimiz nima deymiz, ularga baxt saodat tilaymiz. Mana shunday o'tirishimiz juda ko'p bo'laversin. Nasib bo'lsa 30 yilligimizda mana shunday Sira studiyasi xizmatda bo'lsin. Akajonimga katta rahmat. Rahmat. Akamiz ustozimiz hurmat uchun kelib o'tiribmiz. Akajon, ishingiz omad. Rahmat. 25 yillik muborak bo'lsin. Hammaga omad tilaymiz. Salom.